Sovuq kunda issiqqina sirlar erib turadigan beti kabab tayyorlaymiz. Go'sht ko'p bo'lishi shart emas. Yoniga pomidor, piyoz, non va chesnokni мясорубкаdan yoki choperdan o'tkazib maydalab olamiz. Tuxum va tuz qo'shib yaxshilab farshni pishitib olishimiz kerak. 200 gradusga 40 minutga duxovkaga solib qo'yasiz. Farsh tayyor bo'lguncha yoniga garnir tayyorlab olamiz. Salat va kartoshkadan. Shunaqa rangli karam va qizil sabzidan juda ham mazali salat chiqadi. Uni ichiga ozgina olivka yog'idan solamiz. Lavash xabirini ustiga surish uchun o'zining sousini tayyorlab olishimiz kerak. Sariyog' eritib, ozgina tomat qo'shamiz. Go'shtimizni lavashga qo'yib, xuddi shunaqa o'rab olamiz. O'ralgan lavash shunaqa bo'laklarga bo'lib, ustidan sir qo'yib, yana duxovkaga 5 minutga qo'yib qo'yasiz. Ko'rib turibsizki, mana shunaqa ob-havoda yeyish uchun mazali beti kabob tayyor.